Marhamat. Ha. Dünya Xudoning mulki, atrofim to'la tulki. Mazobnachilar, mana bugun biz Namangan viloyati Chortoq tumaniga shu 15 dan hisob kelganmiz. Xo'sh, razmerlarni tanishtirib o'tamiz. 80 ga 165, 150 ga 165, 80 ga 165. Xo'sh, materialga keladigan bo'lsak, 6,5 ming tenta 206 da. Kompot firmasiga tegishli bo'lgan podagonilarimiz. Keyingi razmer bilan tanishtiramiz. Xo'sh, bu atmosfera va bomba chiqdi. Xo'sh, razmeri 230, balandligi 240, ochilishli. Ochilishlari ham zo'r. Petlari ikkitadan qora bo'lgan. Buni ham podagoniga bor. Keyingi razmerimiz yo'tadigan bo'lsa. Xo'sh, buni yana 150, balandligi 165. Yuzma mexanizm bor, 8 ta romunda. Ruchkalari rotto. Shu zo'r chiqyapti. Xo'sh, bu akamizning o'zi hammasi narxi 33 million so'mga kelib olinadi. Buni ham yana 150, balandligi 165. Podagonlari bor. Aynilari oqqa qora kerak aynidan bo'lgan. Buni ham razmeri bir xil. 150 ga 165. Xo'sh, bu alyumin profilda bo'lgan. Yana 90, balandligi 280. Yana pastki razmerlarni tanishtirib o'tamiz. Va shu zo'r chiqdi. Pastki romiga ham o'tib oldik. Xo'sh, buni yana 1,5, balandligi 180. Buni ham plyujniy mexanizmi bor. Bunning ham razmeri bir xil. Va bu ham 150 ga 180. Eshigimiz yana 165, balandligi 265. Balkon profillarda bo'lgan. Yopishlari, ruchkalari graf firmasiga tegishli. Zo'r petlalari to'rttadan qoradan bo'lgan. Endi buni yana 130, balandligi 180. Buni yana 80, balandligi 180. Buni ikkita. O'sha aytgan narxim akaga o'sha narxi 33 million so'mga kelib olinadi. Tashqi fasadini ko'rsatib sizlarga. Voy. Yomon chiqdi-yu. Ba'da ham romlar boradi. O'zi tulkidan oldin gapirishim kerak edi. Esimdan chiqib qoldi. O'zi hammaning o'zining tulkisi bor. Ashi zo'r chiqdi ona. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan zo'r aka bo'ldi. Bitti ketdimda nima qilish